Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Juda ko'pchilik bilmaydi istoriyani. Yana aytaman, meni TikTokdan kuzatib kelganlar biladi. Ikkinchi video oxirgi video bo'ladi. Otang bilan onang umraga borganmi, otang bilan onang o'qiganmi, bo'qiganmi deb gapirib otadan, onadan, oiladan kelib osilayotganlar. Otam bilan kim, onam mayli, TikTok platformasida turib, endi u nechta bitta qilingan gaplarni gapirmayman. 4 ta hech kimi yo'q, nogironlik uyida yashayotgan insonlarni ham umraga jo'natib qo'yganman. Allohga ming g'alla shukr, Xudo qodir qilganligi uchun auditoriyam bilan birgalikda meni mana shu kuzatib turgan TikTokdagi qattiqlarim, meni primoyimda qo'llab turgan donatorlarim, primoy efirda kuzatib turgan xalqim, 40 ming, 50 ming zritel o'tiradi meni efirimda. O'sha odamlar bilan birgalikda jannatga kalit qilib qo'yganmiz. Senlar mana Instagramda turib olib, to'rtta bir yomonroq videoni ko'rib, ochiq-sochiq qiz bilan videoni ko'rib, senlar men haqimda bir fikring boshqacha bo'lishi mumkin. Meni TikTokdan kuzatib kelayotgan hamma biladi. Bir kun battle o'ynasam, 2 kun ehson qilib odamlar yordam tiyib yurgan balaman. Allohga shukr. Yana aytaman, hidlab olib keyin yozishni.